Hammaga assalomu alaykum navoiylik biznesmen akalarim, mana sog'misizlar, salomatmisizlar? Ko'rib turgan Jack X8 Hasan Husan modellarimizni qatorasiga terib tashladim-ku. Yangiligimiz bor akalar. Mana ko'rib turgan modellaringiz barchasiga hozir rasroshga e'lon qilindi. Shart-sharoitini videoni oxirigacha ko'rib o'tsangiz tushuntirib o'taman. Hozir esa xarakteristikasini berib o'taman. Xo'p, bu modellarimiz motori 2 lik atmosferni bo'ladi. 6 kishiga keladigan bo'lsa 140 kishiga ega. Va bu modelimiz yuk tashuvchi avtomobil bo'lib, biznes uchun juda qulay bo'ladigan avtomobil bo'ladi. Hamyonbop narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Prontovar ko'rib turganingizdek, mana bortovoy tentovka modeli hamda shasse modeli bo'ladi. Shasse modeli esa mana bu Ramas orqa borti bo'lmaydi, Ramani o'zi bilan keladi. Suyuqlik tashiyman degan akalarimiz uchun bemalol bu modellarimizni orqasiga o'sha yana bochkani idish qo'ydirib olib, yana boshqaraversa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana g'ildiraklarni ko'rishingiz mumkin. Oldi amortizatorli bo'ladi, orqasi resorli bo'ladi hamda oldi balon 15 hajmda, orqa balon 13 hamda qo'sh balon bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bort hajmiga keladigan bo'lsak, bort hajmi bartovoyimizniki 320 ga 175 hisoblanadi. Salon qismida 3 kishi o'tirib ketaveradi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. 2 kishi o'tirib ketgan taqdirda ham o'rtalak o'rindiqda shunday yotqizib qo'yib, barqli foydalansangiz ham bo'ladi. Mashinamizning ichida tayyor. Avtokredit, naqd to'lov, rasroshga olib chiqdingiz mashinani yarim soat ichida nomingizni rasmiylashtirib beramiz. To'lovni qilsangiz bo'lgani mashinani minib ketaverasiz. Xo'p, bu modellarimizda mana ko'rib turibsiz o'zi. Tentovkaligimizga keladigan bo'lsa, tentovkaligimiz raskadushkalik bo'ladi. Shunday yig'ishtirib qo'yib, misol uchun mana havoni kunlarda bartovoy qilib foydalanib yursangiz bo'ladi. Yog'ingarchilik kunlarida yana qaytarib shunday yo'yib qo'yasiz, ishlatib ketaverasiz bemalol. Buni yig'ib ochish umuman qiyin emas. Bir kishi, 2 kishi yetadi uni yig'ib ochish uchun. Ortiqcha kuch talab qilmaydi. Jack X8 modellarimizda original bo'lgan ehtiyot qismlari ham bor, servis xizmatlari ham bor. Hammasi o'zimizda tashkil topgan. Bu modellarimizga bemalol metan yoki propan qo'yib yursangiz bo'ladi, sababi motor atmosferni, benzin tanlamaydi bu modelimiz. Mexanika bo'ladi. Mexanika modelimiz xo'p, undan tashqari 5 ta bo'g'inlik bo'ladi. Mashinamiz yurish juda o'ta ma'qul. Xohlasangiz test drive'lari bor, avtosalonimizga tashrif buyurib, bemalol mashinani haydab ko'rsangiz ham bo'ladi. Mashina bemuammo kelib shunday ko'rib mashina haydab ko'rasiz, ma'qul bo'ladigan bo'lsa to'lovni amalga oshirib olib chiqib ketaverasiz. Qo'shimcha bonuslar ham qilib berishadi albatta. Bu yerda mana ketma-ketiga prontovarlarimiz turibdi. Prontovarimiz ichiga keladigan bo'lsak 9 kub yuk oladi o'z hajmiga. Xo'p, yonboshda ham orqasida ham eshigi bor hamda ichida yoritgichi bo'ladi. Mana ko'rsatib o'taman birdan. Yonboshdagi eshigi, mana bularda esa orqa eshigi ham bor. Mana hammasi xuddi shunday bir xil bo'ladi. Xarakteristikasi bir xil, faqatgina o'sha mana shu orqadagi nima kabinkalarda farq qiladi. Bu modelimiz mana yonboshda ham orqasida ham eshigi bor, bundan ko'rdingiz o'zi. Mana bu modelimiz rasroshkasini tushuntirib o'tadigan bo'lsam endi. Hozir bu modellarimizda aytganimda boshlang'ich 50% ni to'lab, befoiz 13 oyga shunday to'lab bo'lab olib chiqsangiz bo'ladi. Nalichida turibdi, mana ko'rib turibsiz, qatorasiga turibdi, shunaqasiga kelib shunday xarid qilib mashinani haydab ko'rib, misol uchun yoqadigan bo'lsa xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. To'lovni qildingizmi, yarim soat ichida rasmiylashtirib beramiz nomingizga. Mashinani bemalol haydab ketaverasiz. O'zini tanini bo'lib to'laysiz, tamom. Boshqa hech qanday qiyin joyi yo'q. Avtokreditga olib chiqsangiz bo'ladi, naqd to'lovga olib chiqsangiz ham bo'ladi. 3 xil usul to'lovi bor, kelib shunday ko'rib mashina olib ketaverasiz. Bu modelimizda rasrochkadan tashqari hozir original bo'lgan qismlari, undan tashqari servis xizmatlari ham bor. Kimga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, qanaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ofisga tashrif buyuraverasiz. Yo bo'lmasa ekrandagi raqamga telefon qilsangiz ham bo'ladi. Original qismlari hamda hamyonbop narxlarda kelib xarid qilishingiz mumkin. Kuzov qismi, detallari, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor. Undan muammo yo'q. Bu modellarimizni aytganimda test drive'ni amalga oshirib ko'rasiz. Ma'qul bo'ldimi? Yarim soatda nomingizni rasmiylashtirib olib ketasiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Navoiy viloyati Karmon tumanida Regal gaz stansiyasidan shunday yangi uyga qarab qaytishingizni transport boshqarmasidan yurib barasak, Toshkent Motors avtosaloni. Hammangizni manzilimizda kutib qolamiz. Qiyin emas, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz ham o'zimiz zakatlarni tashab beramiz. Xo'p, akalaringiz nima deb o'ylaysizlar? Biznesingiz uchun yuk tashishga mana shu model qiziqmi? Nima deb o'ylaysiz? Ishingizni oqlab bera oladimi? Bajarib bera oladimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Like, komment kutib qolaman.